Hammaga assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun qizlar. Men ishlarimni bitirib uyga yetib keldim. Hozir bitta ikkita uchrashuvlarim bor edi. Uni ham bitirib keldim. Endi esa harakat nimaga? Nonga. Chunki shanba kuni pishirmadim. Bugun o'zim sog'inib qoldim va juda ko'pchilik pishirib bering degani uchun ilojim qolmadi. Qizlar o'ylamanglar, bu menga daromad uchun emas, balkim kayf uchun. Aslida o'zi xamir o'ynasangiz, bitta qizimiz aytgandek, slime o'ynagandek bo'ladi-ku bolalar. Xuddi shunaqa menga ham hali qizlar bu yerda menda zlakovoy non. Nima uchun zlakovoy deyiladi? Ya'ni multizlakovoy, ichida qovoq urug'i, semchkalari bor, chiya urug'i, oq zig'ir urug'i, mana bunaqa qizil zig'ir urug'i va bu nonlarimiz oddiy prosta xamir qorib qo'ydingiz. Oshda yopdi, hali duxovkada pishirib oldingiz degani emas. Buni mana shunaqa ishlari bor qizlar. Mana shunaqa cho'zib, mana bunaqa glyutenini hosil qilib, shunaqa cho'zib, mana ko'rasizlar, qanaqa xamir cho'ziladi. Ichida shuncha narsasi bor. Qaranglar. Keyin sizlarga foydali bitta ma'lumot aytmoqchiman qizlar. Bilib qo'yinglar, zakvaskada tayyorlangan nonda gluten ancha o'zining xususiyatini yo'qotadi. Ya'ni bezgluten va nonga yopishmasanglar ham bo'ladi. Mana shu sizga bemalol glutenni o'rnini, bezgluten va nonni o'rnini bosib beradi. Baribir bizning ratsionimizda gluten bor. Производственный travmalarni ko'rasizlar. Mana. Buni hozir yana bitta buklab qo'yaman. Bo'ldi, keyin har yarim soatda buni yaxshilab cho'zamiz.